Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'-omonmisizlar? Qonun faqat qog'ozdan kanal muallifi Qudratli Qurbonov yana sizlar bilan birga. Azizlar, bugungi murojaatim O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining raisi Mahmudova Robiyaxon Anvarovnaga hamda 19 kishidan iborat fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'ati O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyalariga bo'ladi. Nazarov Otabek Hasanovich, Kuryazov Jamoliddin Shavkatovich, Alijonov Akmaljon Alijonovich, Ummataliyev Asqarali Ahmadjonovich, Xudoyberdiyeva Gulnafis Abdumuhiddinovna, Isroilova Dilbar Keldiyarovna, Mamadiyev O'ktam Alimirzayevich, Dadajonova Dilfuza Burxaniddinovna, Choriyev Jamol Jahonovich, Mirzayeva Gulnora Anvarovna, Jo'rayeva Dilfuza Ro'zimuratovna, Rabiyeva Muhabbat Mirjalilovna, Mullajonov Shuhrat Nizamovich, Raziqov O'tkir Sobirovich, Sagatov Ravshan Mirsiddiqovich, Hakimova Husnora Turatjonovna, Halimova Luiza Irshatovna, Ayapov Abadbay Kanisbayevich va Qodirov Oybek Azimovichlarga bo'ladi. Hurmatli Oliy sudining raisi Mahmudova Robiyaxon Anvarovna va nomlari qayd aytilgan 19 kishilik jamoa sizlarga fuqarolik ishlari bo'yicha Navoiy viloyat Navbahor tumanlararo sudyasi Bahromov Alisher Yahyo o'g'lining tomonidan 2026 yil 5-iyun kuni chiqarilgan sud buyrug'i haqida bo'ladi. Sud buyrug'ini o'qib eshitiraman. Sud buyrug'i 2026 yil 5-iyun 2-2103-2603/5526 fuqarolik ishlari bo'yicha Navbahor tumanlararo sudining sudyasi A.Y. Bahromov undiruvchi Nurota tuman soliq inspeksiyasining qarzdor Saidqulova Salimaga nisbatan soliq qarzdorligini undirish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqib, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksining 171-172 moddalarini qo'llab buyuraman. Qarzdor 10-iyun 10.06.1947 Navoiy viloyati tug'ilgan, Navoiy viloyati Nurota tumani Eshonsugur mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi, pasport seriya raqami JSHR, ish joyi ishsiz deyilgan, nafaqaxo'r bo'lishi kerak. Saidqulova Salimadan undiruvchi Nurota tuman Usmon Yusuf ko'chasi 27-uyda joylashgan Nurota tuman soliq inspeksiyasi Ster Info ko'rsatilgan foydasiga 5.19.578.000 so'm qarzdorligi hamda 20.600 so'm pochta xarajatlari jami 5.40.178 so'm undirilsin. Qarzdor Saidqulova Salimadan davlat daromadiga 412.000 so'm davlat boji undirilsin. Sud buyrug'i ko'chirma nusxasi olgan kundan e'tiboran 10 kunlik muddat ichida qarzdor arz qilgan talabga qarshi o'z e'tirozlarini buyruqni chiqargan sudga yuborilishi haqli O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi 170-moddasining 2-qismiga muvofiq sud buyrug'i ijro hujjati kuchga ega dedilar. Hurmatli sudya A.Y. Bahromov, siz soliq inspeksiyasidan arizani olgandan keyin nima uchun qarzdor Saidqulova Salimani chaqirmadingiz sudga? Xabarnoma jo'natmadingiz, chaqiruv jo'natma qog'oz yubormadingiz pochta orqali. Nima uchun fuqaro qarzdor Saidqulova Salimaning ishtirokisiz sud jarayonini o'tkazdingiz? Proses ko'rib chiqdingiz. Sizga 2026 yil 4-iyun kuni 12.09.69.24 son bilan Nurota tuman soliq inspeksiyasidan
ariza tushgan. Mana ariza noto'g'ri yozilgan. Men noto'g'riligini isbotlab beraman. Arizada yozilyapti: qarzdor Saidqulova Salima keyingi holatda qarzdor deyiladi. Nurota tuman soliq inspeksiyasidan undiruvchidan 2026-yil 4-iyun holatiga qadar qarzi 5.19.578 so'm 21 tiyinni so'mni shundan o'tgan yil to'lovlardan qismi 3.180.629 so'm 81 tiyinni tashkil qiladi deb yozibdi. O'tgan yil qarzdorligi bu 2025-yil bo'ladi. 2025-yilni men sizga ko'rsatib beraman. To'lov xabarnomasini borib olib, soliqni to'laymiz deb borib to'langan. To'lov xabarnomasi seriya raqami F3.0.15.12 sanasi 04.07.2025-yil. Jami soliq summasining jami to'lovi 699.531 so'm 56 tiyinni tashkil qiladi. Mana to'langan yer solig'i, mulk solig'i. Qarzdorning qarzi qolmagan o'tgan yilda. Bunga yana soliq xabarnomasi chiqyapti. Qaytadan F3.0.15.52 F3.0.15.52 ko'p bir xil. Sanasi 27.08.25-yil. Bu 04.07.2025-yil. Bunda chiqyapti jami to'langan, to'lash kerak bo'lgan summa 3.722.846 so'm 16 tiyin. Bu yerda arzada ko'rsatyapti. 3.180.000 ko'rsatyapti. Siz qarzdorni chaqirib ishni ijobiy ko'rganingizda mana bu qog'ozda sizga fakt bo'lardi. Qarzdor, sizlar aytayotgan qarzdor qarzmasligi chiqardi. Nima uchun qarzdorni chaqirmasdan ko'rdingiz? Bu yerda yana aytilyapti. Soliq javobgarga hisoblangan soliqlarni to'lash haqida soliq kodeksida belgilangan tartibda xabarnoma topshirilgan bo'lsa-da deyapti. Hech qanaqa xabarnoma qarzdorga berilmagan. To'lov xabarnomasini 10-avgust 2026-yil 10-avgustda borib olishgan. Men o'zim oldim. Mana yozib ham bergan, shu kuni berdim deb. Hech qanaqa xabarnoma berilmagan. Yolg'ondan ko'r-ko'rona yozilgan ariza yuzasidan sud hay'ati qanday bunday qaror qabul qiladi? Men shunga hayronman. Yana 171, 172-modda, 171, 172-modda deyilyapti. Mana fuqarolik protsessual kodeksi 171-moddada raislik qiluvchi, ishda ishtirok etuvchi shaxslarga ularning protsessual huquqlari va majburiyatlarini tushuntiradi. Bu haqda sud majlisining bayonnomasida ko'rsatadi deyilgan. 172-moddada ekspert va mutaxassislarga ularning huquqlari hamda majburiyatlarini tushuntirish degan. Siz kimga tushuntirdingiz? Hurmatli sudya Aya Bahramov, nimaga o'zingizga berilgan vakolatni suiiste'mol qilib noqonuniy sud buyrug'ini chiqarib buyuryapsiz? Sizga kim vakolat bergan bunday qilib? Muhtaram yurtboshimiz vakolat berganmi sizga? Yo o'zingizga o'zingiz vakolat olganmisiz? Siz xalqni himoya qilishingiz kerak emasmi? Oldingizdagi tarozi qani? Men oldingi murojaatimda ham aytganman. Sudyalar oldida tarozi nima uchun qo'yilgan? Taroziga qo'yib ko'rish kerak deb. Siz va sizga o'xshagan ayrim sudyalar davlat va nodavlat tashkilotlarining arzalariga asosan ikkinchi tomonni chaqirmasdan sudning qarorini chiqarasizlar. Nima sababdan? Nima manfaat bunda? Yoki biror manfaatingiz bormi?
ikkinchi tomonni chaqirmasdan o'tkazsangiz bironma sizga to'lab beradimi bular? Nima uchun arza beruvchidan pochta xarajati bilan davlat bojini undirmagansiz? Qaysi qonunda yozilgan? Qarzdordan undirilsin deb ikkinchi tomonda. Konstitutsiyamizda bormi? Undan tashqari majburiy ijro xodimlari 80 yoshli onaxon Saidqulova Salmani plastikidan davlat bojini undirgan. Nimaga asoslanib undirgan? Sizning ko'r korona chiqargan qaroringizga asosanmi mana bunaqa? Men buni ko'r korona deyman. Noto'g'ri. Ko'r korona chiqargan qaroringizga asosan undirganmi? Muhtaram yurtboshimiz nafaqaxo'rlarning plastik kartasidan hech qanaqa to'lov yechilmasin deganlar. Nima uchun majburiy ijro xodimlari muhtaram yurtboshimiz hurmatli prezidentimizni chiqargan qarorlarni oyoq osti qilgan holda bunaqa kamchiliklarga yo'l qo'yadi. O'z xizmat vazifasini suiiste'mol qiladi. Yaxshi, sizning qaroringizga binoan undirishni boshlagan bo'lsa, 2026-yil 5-iyun kuni siz qaror chiqaryapsiz. Sizlar aytgan qarzdor Saidqulova Salma 5-6-iyul kuni bir oydan keyin plastik kartasidan pul yo'qolgandan keyin bilyapti. Uni so'rab surishtirsa, shu holat soliqqa borib aniqlik kiritib, soliq qo'mitasidan mana buni chiqarib olyapti. Sizning chiqargan qaroringizda. Nima uchun qarorni yubormagansizlar? Majburiy ijro xodimi nima uchun bir oy davomida qarzdorning uyiga borib mol mulkidan bo'lsa-ham musodara qilmagan, qarzni undirmagan? Majburiy ijro nima ish qilyapti o'zi? Majburiy ijroning qiladigan ishi shumi? Plastika pul tutsa oladi, plastika pul tutsa oladi. U yerda qorni qapaytirib o'tiradi. Shu uchun oylik olyaptimi? Buni qanday tushunsa bo'ladi? Hurmatli O'zbekiston Respublikasining Oliy sudi Mahmudova Robaxon Anvarovna va yuqorida nomi aytilgan 19 kishilik fuqarolik ishi bo'yicha sudlov hay'ati a'zolari, sudyalari, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudyalari, sizlardan iltimos, Navoiy viloyati Navbahor tumanlararo sudyasi Aya Bahromovga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlab, xizmat tekshiruvi o'tkazishlaringizni hamda mana bunaqa chiqargan noto'g'ri, noqonuniy sud buyrug'i qarorlari xususiga bularni inobatga olib, qonun doirasida chora ko'rishlaringizni so'rayman. Aks holda bu yaxshilikka olib kelmaydi. Chunki bitta bular qarzdor deb bilgan Saidqulova Salmaga emas, ko'p bunaqa holatlar bo'layapti. Ko'p yerda ikkinchi tomon chaqirmasdan ko'r korona qarorlar chiqarilyapti. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sizlardan birgina iltimos. Mana bu video murojaatni yuqori darajada like podpiska qilib tarqatib yuboringlar. Chunki like podpiska qilingan murojaat tez tarqaladi. Zora egalariga yetib borsa tezroq. Chunki fuqaro Saidqulova Salmaga o'xshagan nafaqaxo'r, ishsiz fuqarolarimiz juda ham ko'p. Soliq nimasi bo'yicha, boshqa to'lovlar bo'yicha, qarz bo'yicha sud bunaqa noqonuniy qaror chiqargan. Egalariga yetib borsa, ijobiy hal bo'lsa, bunaqa qiyinchiliklar kamayarmidi? Sudlarimiz ko'rib odilona qaror chiqararmidi? Kommentariyada fikrlaringizni kutib qolaman. Ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.